Aka, nima deb o'ylaysiz? Boshqa lokatsiyada tursa ham bu uchastkaga точно qiziqib qoladi-da. Agarda Sergeli atrofidan uchastka qidirganlar bo'lsa, mana shu taklif bitta o'ylab ko'rmasanglar bo'lmaydi. Akalar, umumiy 16 sotix yer maydoniga joylashgan tayyor 2 etажkali 3 uruveli korobka holatda sifat bilan qurilgan uchastka srochno sotiladi. Videoni oxirigacha ko'ringlar, batafsil tushuntirib beraman va video davomida narxi bilan aytib o'taman. 16 sotix yer maydoniga joylashgan 2 etажkali 3 uruveli alohida Vremenka binosini ham ko'rishimiz mumkin. Bitta katta zal, bitta katta yotoqxonasi va bu yoq burchak qismida letniy ham joylashgan bo'ladi. Darvozaxonaga bitta ahamiyat berib qo'yasizlar, akalar. Shu darvozaxonaning o'ziga bitta jentrani puli kirib ketgan deb aytishyapti egalari. Uchastkamizni fasadiga o'zingizlar bitta baho berib qo'yinglar. Har bir detaliga alohida yondashilgan naqshlariga nechi. Endi ichkaridan ham ko'rsatib beraman. Asosiy kirish qismidan ko'radigan bo'lsak, kiruvish shunaqa keng, katta hol, xonalar ketma-ket joylashgan bo'ladi. Panorama oynalarda o'zgacha uchastka bo'ladi. Akalar, ko'ryapsizlarmi? Orqa holdan ham kirish hollari bor. Balandliklariga bitta ahamiyat berib qo'yasizlar. Bu yerda ayollarimiz uchun kuxnya joylashgan bo'lsa, kuxnya ham panorama oynalarda o'zgacha bo'lsa kerak, o'rtoqlar. Bu yerda bitta umumiy sanuzul va bitta katta zal, mehmonxona ko'rishimiz mumkin va birinchi etaj o'zida bitta kattalar yotoqxonasi ham joylashgan bo'ladi. Ikkinchi etajni ko'radigan bo'lsak, chiqqaninglarda ko'ryapsizlarmi? Ikkinchi etaj o'zi katta mansardli qismi bo'ladi. Keyin katta joy ochiq qoldirilgan, bemalol xonalarga bo'lib foydalansanglar bo'ladi yoki alohida oilaviy dam olish zonasi qo'ysanglar bo'ladi. Va o'zini balkon qismiga ham ega alohida kladovka xonalarni ko'rishimiz mumkin. Ana endi podval qismini ko'radigan bo'lsak, tushganinglarda hol xonalar ketma-ket joylashgan bo'ladi. Balandliklariga bitta ahamiyat berib qo'yasizlar. Eng kamida 360-380 ishlangan. Bitta umumiy sanuzul va 3 ta yotoqxona, bitta katta zal, mehmonxonani ko'rishimiz mumkin. E'tibor beringlar. Har bitta xonasini havo aylanish uchun derazalarni tashlab ketishgan kattaligiga bitta ahamiyat berib qo'yasizlar. Imoratni shunchaki yorvorishdi. Yoqqan bo'lsa, shu videoga bitta like bosib qo'ying. Binosini o'zi 750 kvadrat metr Sergeli Yangi Hayot Qirariq mahallasida joylashgan bo'lsa, betonkada taxminan 200 yoki 250 metr orasida kirib kelamiz. Keng, fazli, tinch mahallada joylashgan, tupik mahallada. Kelasizlar, yashaysizlar yoki kattaroq dacha qilib qo'yaman desanglar ham, bundan ortiq variant bo'lmasa kerak. 16 sotix yer maydoniga joylashgan uchastkamizni sizlar uchun narxini 1 sotixini 18 ming dollardan qo'yamiz. Akalar, nerealniy zo'r narxda. Pastda egalar nomeri